Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar, qalaysizlar, charchamayapsizlarmi? Hammanglar bilasizlar, Qirmizi xonadon serialida men kalta, sariq, jingalak soch bilan chiqqanman. Mana shu jingalak sochni qilgunimizgacha sochim juda ham ko'p zarar ko'rgan. Sizlarda bo'lsa Qirmizi xonadonni boshida uzun jingalak sochlar bilan chiqqanman. Bu juda ham ko'pchilikka yoqqandi, o'zimga ham yoqqandi. Hozir aynan o'sha ko'rinishga qaytmoqchiman, ya'ni sog'indim o'sha ko'rinishni. Va Nargiza opam yonlarga keldim. Yana o'sha sochni ham Nargiza opa qilib bergandilar o'zlari. Juda ham ko'pchilik yoqtirib qolganda, yana keldim. Ular qanaqadir kapsulaligini ham bilintirmasdan juda chiroyli qilib o'zingizni tabiiy sochingizdek qilib beradilar. Kapsulalari o'sha qizlar tushunadi, bir xilliklarda ko'rinib qoladi, lekin Nargiza opa bilintirmasdan chiroyli qilib beradilar. Shuning uchun yana Nargiza opam yonlarga keldim. Profillarni qoldiraman, sizlarga ham kerak bo'ladigan bo'lsa, shunaqa uzun chiroyli sochlar bemalol murojaat qilsanglar, o'zingizlar xohlaganingizdan ham chiroyliroq qilib, sifatliroq qilib beradilar.